Ijtimoiy tarmoqlarda chiroyli bir afsona yuribdi. Go'yoki Yaponiyada ruxsat etiladigan tezroq yurish mumkin. Yo'l chiziqlariga esa unchalik ahamiyat berilmaydi. Politsiya aralashmaydi, kameralar ham jam. Jozibali eshitiladi, ammo haqiqat ancha qat'iy. Yaponiyada yo'l harakati qoidalari aniq va bir xil ishlaydi. Tezlikni oshirish har qanday holatda ham qoidabuzarlik hisoblanadi. Yo'l chiziqlari esa bezak emas. Hech qanday yashirin imtiyozlar ham yo'q. Unda bu afsona qayerdan chiqqan? Hammasi oddiy. Kameralar ko'pincha jiddiy qoidabuzarliklarni aniqlashga sozlangan mayda holatlar uchun emas. Ammo bu ruxsat degani ham emas, balki texnik filtr xolos. Inspektor istalgan ortiqcha tezlik uchun to'xtatib jarima solishi ham mumkin va ba'zan shunday ham bo'ladi. Shu sababli Yaponiyada yo'llar tartib-intizom namunasi hisoblanadi. Mumkin bo'lgani uchun emas, balki xavfga bormaslik odat bo'lgani uchun. Fakchetnet.uz faktlarni tekshiramiz. Afsonalar esa tezlikdan ham tezroq tarqalayotgan paytda.